Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim, hatto aytish mumkinki, tanqidiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuni tushuntiraman. Pensionerga nima taqiqlanadi? Qaysi xatti-harakat pensiyaning to'xtatilishiga, ortiqcha to'langan pulni qaytarishga yoki hatto javobgarlikka olib kelishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, yaqinlariga va pensiya kartasidan foydalanayotgan oila a'zolariga tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ko'pchilik men bilmaganman, menga aytishmagan. Kartani o'g'lim ishlatgan edi. Hujjatni mahalladan shunday berishdi deb o'ylaydi. Lekin amalda bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men sizga oddiy tilda hayotiy misollar bilan nimani qilish mumkin, nimani qilish mutlaqo mumkin emasligini tushuntirib beraman. Avvallari ko'p masalalar qo'lda yuritilar edi. Pensioner biror joyga ko'chib ketgan bo'lsa, ishlay boshlagan bo'lsa, chet elga uzoq muddatga chiqqan bo'lsa yoki uning oilaviy holatida o'zgarish bo'lsa, bu ma'lumotlar har doim ham tezda davlat idoralariga yetib bormas edi. Natijada kimdir bilib bilmay, kimdir esa ataylab o'ziga tegishli bo'lmagan pulni olishda davom etardi. Ayrim hollarda vafot etgan pensionerning kartasidan qarindoshlari bir necha oy pul yechib olishgan. Ba'zi odamlar esa nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik yoki ustama to'lovlar bo'yicha ma'lumot o'zgarganini yashirishgan. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat bazalari bir-biri bilan bog'lanmoqda. FHDYO, soliq, bank, mahalla, bandlik, migratsiya, tibbiy mehnat ekspertizasi va boshqa tizimlardagi ma'lumotlar solishtiriladi. Ya'ni ilgari bilinmaydi deb o'ylangan holatlar hozir ko'p hollarda avtomatik aniqlanishi mumkin. Shu sababli men bugun eng muhim qoidani aytaman. Pensioner yoki uning yaqinlari pensiyaga ta'sir qiladigan ma'lumotlarni yashirmasligi, yolg'on hujjat bermasligi, o'ziga tegishli bo'lmagan pensiya pulini olmasligi shart. Mana shu narsa barcha pensionerlar uchun taqiqlanadi. Bu yerda gap faqat yoshga doir pensiya haqida emas. Nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, ustama to'lovlar, kompensatsiyalar va boshqa to'lovlarda ham xuddi shu mantiq ishlaydi. Agar sizga to'lov ma'lum bir shart asosida tayinlangan bo'lsa, o'sha shart o'zgarganda bu haqda xabar berish kerak. Aks holda ortiqcha to'lov qarz sifatida hisoblanadi. Birinchi navbatda pensiya kartasini o'zidan boshqa odamga berib qo'ygan pensionerlar juda ehtiyot bo'lishi kerak. Men hayotda ko'p uchraydigan misolni aytaman. Otaxonning pensiya kartasi o'g'lida turadi. Otaxon har oy bolam o'zing yechib kelasan deydi. Buning o'zi agar otaxon tirik, rozi va pul o'z ehtiyojiga ishlatilayotgan bo'lsa, amalda ko'p oilalarda uchraydigan holat. Lekin xavf qayerda boshlanadi? Agar otaxon kasalxonaga tushib qolsa, muomalaga layoqati cheklansa yoki vafot etsa, qarindoshlar kartadan pul yechishda davom etsa, bu endi juda jiddiy masalaga aylanadi. Chunki vafot etgan odam nomiga kelgan pensiya uning oila a'zolari xohlagancha ishlatadigan pul emas. Ortiqcha tushgan mablag' qaytarilishi talab qilinadi. Masalan, pensioner 10 yanvar kuni vafot etdi. Lekin uning kartasiga yanvar oxirida yoki fevral oyida yana pensiya tushdi. Oila a'zolari baribir otamizning puli-ku deb 1 million 200 ming so'mni yechib oldi. Keyin tizimda vafot holati ko'rindi va ortiqcha to'lov aniqlanadi. Natijada shu mablag'ni qaytarish talab qilinadi. Agar pul bir necha oy davomida olingan bo'lsa, summa kattalashadi. 1 million 200 ming so'mdan 5 oy yechilsa, 6 million so'm bo'ladi. Bunga tushuntirish xati, tekshiruv, bank operatsiyalari, qarindoshlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar qo'shiladi. Shuning uchun men qat'iy aytaman, vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechish taqiqlanadi. Ikkinchi xavfli holat, pensiyaga ta'sir qiladigan ish faoliyatini yashirish. Ba'zi pensiya va nafaqa turlarida ishlash, daromad olish, rasmiy bandlik holati to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Yoshga doir pensiya oluvchi shaxsning ishlashi ko'p hollarda pensiyani butunlay yo'qotadi degani emas. Lekin ayrim ustamalar, kompensatsiyalar yoki boshqa to'lovlarda farq bo'lishi mumkin. Nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik, parvarish nafaqasi, kam ta'minlanganlikka bog'liq yordamlar bo'yicha esa daromad va bandlik holati muhim bo'lishi mumkin. Masalan, bir ayol o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Uning farzandi o'qiyotgani sababli to'lov davom etmoqda. Lekin farzand o'qishni tashlab rasmiy ishga kiradi. Oila esa bu haqda xabar bermaydi. Tizimda keyinroq soliq bazasi orqali ish haqi ko'rinadi. Shunda nega vaqtida xabar berilmadi degan savol tug'iladi. Ortiqcha to'langan oylar qayta hisoblanadi.
Agar kas oy davomida har oy 900 ming so'mdan to'lovlar olingan bo'lsa, 7 million 200 ming so'm qaytarilishi kerak bo'ladi. Uchinchi holat, nogironlik guruhi, tibbiy xulosa yoki mehnatga layoqat bo'yicha o'zgarishlarni yashirish. Nogironlik pensiyasi odatda ma'lum tibbiy xulosa va muddatlarga bog'liq. Komissiyadan qayta o'tish kerak bo'lgan muddatlar bo'ladi. Ba'zilar borishga vaqtim yo'q, keyin boraman, baribir pensiya tushyapti deb yuradi. Bu juda xato. Agar qayta ko'rikdan o'tish muddati tugagan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar insonning guruhi o'zgargan bo'lsa, masalan, ikkinchi guruhdan uchinchi guruhga o'tgan bo'lsa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Eski miqdorda pul olish davom etsa, keyin ortiqcha to'lov sifati hisoblanishi ehtimoli bor. To'rtinchi holat, yashash joyini o'zgartirishni xabar qilmaslik. Pensioner bir tumandan boshqa tumanga, bir viloyatdan boshqasiga ko'chsa, ba'zan pensiya ishini ko'chirish, manzil ma'lumotlarini yangilash zarur bo'ladi. Ayniqsa pensiya naqd shaklda yetkazib berilsa yoki mahalla orqali ayrim ma'lumotlar tasdiqlansa, bu juda muhim. Men Toshkentda ro'yxatdaman, lekin 2 yildan beri boshqa viloyatda yashayman degan holatlar keyinchalik hujjat. Tekshiruv va to'lovlarda muammo keltirib chiqaradi. 5-holat. Chet elga uzoq muddatga chiqish. Bu masalada odamlar ko'p adashadi. Chet elga chiqishning o'zi avtomatik ravishda har doim pensiya bekor bo'ladi degani emas. Lekin ayrim holatlarda doimiy yashash uchun ketish, ro'yxatdan chiqish, bank kartasi orqali pul olish tartibi, ishonchnoma, tiriklikni tasdiqlash kabi masalalar yuzaga keladi. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lib, hujjatlarni tartibga solmasa, keyin pensiyani tiklash, qayta rasmiylashtirish yoki tushmagan oylarni olishda qiyinchilik bo'lishi mumkin. Shu sababli ketishdan oldin pensiya jamg'armasi yoki mas'ul idoradan o'z holatingiz bo'yicha aniq tartibni so'rab olish kerak. Endi men muhim narsani alohida tushuntiraman. Hamma pensioner ham vahimaga tushmasligi kerak. Agar siz pensiyangizni qonuniy olsangiz, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, vafot, ko'chish, ishga kirish, daromad, nogironlik guruhi, o'qish holati kabi pensiyaga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni yashirmasangiz, sizda qo'rqadigan narsa yo'q. Davlat pensiyasi sizning qonuniy huquqingiz. Maqsad pensionerning pulini olib qo'yish emas, balki noto'g'ri 2 marta yolg'on hujjat asosida yoki huquq tugagandan keyin olingan mablag'larning oldini olishdir. Masalan, siz yoshga doir pensiya olasiz, kartangiz o'zingizda, har oy pensiyangizni ishlatasiz. Farzandingiz faqat sizning topshirig'ingiz bilan bankomatdan yechib beradi. Siz tiriksiz, rozi ekansiz, pul sizga ishlatiladi. Bunday holatda masala boshqa. Lekin farzandingiz kartani butunlay o'zida saqlab, sizga pul bermasa, sizning xabaringizsiz kredit to'lasa yoki o'z xarajatiga ishlatsa, bu oilaviy va huquqiy muammo. Pensioner o'z pensiyasidan erkin foydalanish huquqiga ega. Hech kim, hatto farzandlari ham. Pensionerning roziligisiz uning pensiyasini tasarruf qila olmaydi. Yana bir misol. Pensioner kichik do'konda yordam beradi yoki tomorqasidan daromad qiladi. Bu har doim pensiya bekor bo'ladi degani emas. Lekin agar siz rasmiy ishga kirsangiz, mehnat shartnomasi tuzsangiz yoki soliq tizimida faol daromad ko'rsatilsa, ayrim imtiyoz va ustamalarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ishlash mumkin yoki yo'qmi degan savolga bitta umumiy javob berib bo'lmaydi. Pensiya turi, ustama turi sizning maqomingiz, hujjatlaringiz va daromad manbangizga qarab farq qiladi. Birinchi nozik jihat, ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar yura olmaydi, kasal, chet elda yoki boshqa shaharda bo'ladi. Bunday vaziyatda yaqin odamga ishonchnoma berish mumkin. Lekin ishonchnoma tartibli, qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Oddiy mening kartamni qizim ishlatsin degan og'zaki gap hamma masalani hal qilmaydi. Ayniqsa bank, notarius, pensiya idorasi oldida hujjat kerak bo'lishi mumkin. Ishonchnoma muddati, vakolat doirasi, pulni olish va pensionerga yetkazish majburiyati aniq bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, ortiqcha to'lov har doim ham darhol bilinmaydi. Ba'zi odamlar agar noto'g'ri bo'lsa nega pul tushdi deydi. Bu juda keng tarqalgan xato fikr. Tizim pulni avtomatik o'tkazgan bo'lishi mumkin, lekin keyin ma'lumotlar solishtirilganda xatolik aniqlanadi. Pul tushgani uning mutlaqo qonuniy ekanini anglatmaydi. Agar huquq tugagan bo'lsa yoki ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, mablag' keyin qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, mahalladan spravka berishdi degan gap hammasini oqlamaydi. Hujjat berilgan bo'lsa ham, undagi ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, javobgarlik masalasi ko'tarilishi mumkin. Masalan, odam aslida o'sha manzilda yashamaydi, lekin yashayapti deb ma'lumot kiritiladi.
yoki oilada daromad bor, lekin ko'rsatilmaydi. Yoki bola o'qimayapti, lekin o'qiydi deb ko'rsatiladi. Bunday holatlar keyin aniqlansa, menga shunday qilib berishdi degan javob yetarli bo'lmay qoladi. 4-nozik jihat. Pensiya va nafaqa bir xil narsa emas. Odamlar ko'pincha hammasini pensiya deb ataydi. Lekin yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, parvarish puli, kam ta'minlangan oilaga yordam. Kompensatsiya, ustama bularning shartlari turlicha bo'lishi mumkin. Bir to'lovda ruxsat etilgan holat boshqa to'lovda taqiqlangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjatda aynan qaysi to'lov tayinlanganini bilish juda muhim. 5-nozik jihat. Pensionerning o'zi ham o'z huquqini himoya qilishi kerak. Ayrim oilalarda pensiya kartasi farzanda, kelinda yoki boshqa qarindoshda turadi. Pensioner esa har oy qancha pul tushayotganini ham bilmaydi. Bu noto'g'ri. Men har bir pensionerga aytaman. Siz o'z pensiyangiz miqdorini bilishingiz kerak. Bankdan SMS xabarnoma ulating, ilova orqali tekshiring yoki ishonchli odamdan chiqarma olib bering deb so'rang. Agar sizga har oy 1,5 million so'm tushayotgan bo'lsa, lekin qo'lingizga faqat 5 ming so'm berilsa, bu sizning huquqingiz buzilayotgan bo'lishi mumkin. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi, yashash manzili, telefon raqam, nogironlik bo'yicha xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma kabi hujjatlar tartibda bo'lishi kerak. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, pasport yangilangan bo'lsa, manzil o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumotlar tegishli idoralarda yangilanganiga ishonch hosil qiling. 2-qadam, pensiyaga ta'sir qiladigan har qanday o'zgarishni yashirmang. Ishga kirgan bo'lsangiz, o'qishni tugatgan bo'lsangiz, farzand voyaga yetgan bo'lsa, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, chet elga doimiy yoki uzoq muddatga chiqayotgan bo'lsangiz, yashash joyingiz o'zgarsa, tegishli idoraga murojaat qiling. Eng to'g'ri yo'l tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borish, vaziyatingizni yozma yoki elektron tarzda tushuntirish va qanday hujjat kerakligini so'rash. 3-qadam. Agar ortiqcha pul tushgan bo'lsa, uni darhol sarflab yubormang. Masalan, pensioner vafot etgandan keyin kartaga pul tushsa, bankomatdan yechmang. Avval pensiya jamg'armasiga yoki bankka murojaat qiling. Shunday holat bo'ldi. Nima qilishimiz kerak deb so'rang. Bu keyinchalik katta muammoning oldini oladi. Agar pul allaqachon yechilgan bo'lsa, yashirmang. Tushuntirish bering, qaytarish tartibini so'rang. Ko'pincha muammo aynan yashirish va cho'zish sababli og'irlashadi. 4-qadam. Ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtiring. Agar pensioner yura olmasa yoki bankka bora olmasa, notarius orqali vakolat bering. Ishonchnomada kim pulni olishi, qaysi bankdan olishi, qancha muddatga vakolat berilgani, pensioner manfaatini ko'zlab ishlatishi aniq bo'lsin. Agar pensionerning sog'ligi sababli notariusga borish qiyin bo'lsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatlari haqida so'rang. 5-qadam. Bank kartasining xavfsizligini ta'minlang. PIN kodni hammaga aytmang. Kartani doimiy ravishda boshqa odamda qoldirmang. SMS xabarni o'zingizning yoki ishonchli qarindoshingizning telefoniga ulang. Agar kartadan noma'lum pul yechilgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling, kartani bloklang, operatsiyalar ro'yxatini oling. Pensionerning roziligisiz kartadan pul yechish oddiy, oilaviy ish emas. Bu moliyaviy huquq buzilishi bo'lishi mumkin. 6-qadam, yozma iz qoldiring. Idoraga borganingizda faqat og'zaki so'zga tayanmang. Ariza yozing, qabul qilingan raqamini oling. Elektron murojaat yuborsangiz, javobini saqlang. Masalan, siz chet elga ketayotgan bo'lsangiz, men falon muddat ketmoqchiman, pensiyam bo'yicha qanday tartib bo'ladi deb yozma murojaat qiling. Keyin qo'lingizda rasmiy javob bo'ladi. Bu sizni xatodan himoya qiladi. 7-qadam. Pensiya miqdorini va to'lov turini aniqlab oling. Menga qancha tushsa, shu deb yurish to'g'ri emas. Sizga asosiy pensiya tushyaptimi, ustama bormi? Parvarish puli bormi? Kompensatsiya bormi? Bularni bilish kerak. Chunki aynan ustamalar va qo'shimcha to'lovlarda shartlar ko'proq bo'ladi. Agar siz shartni bilmasangiz, bilmasdan qoidani buzib qo'yishingiz mumkin. 8-qadam. Qarindoshlar bilan ochiq gaplashing. Agar oilada keksa ota-ona pensiya olsa, farzandlar kartani men ushlab turaman deb emas. Ota-onamizning puli o'zlariga ishlayaptimi, dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, shaxsiy ehtiyojlari qoplanyaptimi deb o'ylash kerak. Pensionerning puli uning roziligisiz to'yga, kreditga, boshqa birovning qarziga ishlatilmasligi kerak. Bu nafaqat qonuniy, balki axloqiy masala hamdir. Demak,
Men bugun sizga eng muhim fikrni tushuntirdim. Barcha pensionerlar uchun taqiqlangan narsa pensiyaga ta'sir qiladigan ma'lumotlarni yashirish, yolg'on hujjat berish, o'ziga tegishli bo'lmagan pulni olish va vafot etgan pensionerning kartasidan foydalanishdir. Pensiya sizning qonuniy huquqingiz, lekin bu huquq to'g'ri hujjatlar, to'g'ri ma'lumot va qonuniy tartib bilan himoya qilinadi. Agar sizda shubha bo'lsa, taxmin bilan ish qilmang. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling, bankdan ma'lumot oling, hujjatlaringizni tekshiring, yozma javob so'rang. Bir marta to'g'ri aniqlab olish keyinchalik millionlab so'm qarz. Asabiylashish va idora yurishdan saqlaydi. Sizningcha pensiya kartasini farzandlar ishlatish qanchalik to'g'ri? Sizda yoki tanishlaringizda shunday holatlar bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioni ota-onangiz, qo'shnilaringiz va yaqinlaringizga albatta yuboring.